Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va Assalomu sallam. alayka ya sayyidi ya rasul. Kitobim Qur'oni Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Kabatulloh. Millating qaysi? अल्लाह ताला फरमाता है कि millatidanman. Kimning mazhabidansan? Imom Azam Abu Hanifaman. Do'stlaring kim? Do'stlarim chaqir yorlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Musoqdan beri. Al-Musoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunna val jamoat. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni. Undan keyinchi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni. Undan keyinchi?